Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va talabalar. Bugun sizlar bilan biz elementlarning yoki murakkab moddalarning ekvivalentligi, ekvivalent massalari, ekvivalent moli va ekvivalentlar qonuni haqida gaplashib chiqamiz. Avvalo mana birinchi slaydimizda kimyoviy elementning yoki murakkab moddaning ekvivalenti degani nima degani? Biror elementning yoki biror moddaning 1 gram vodorod yoki 8 gram kislorod bilan qoldiqsiz birika oladigan yoki reaksiyalarda shu 1 gram vodorodning va 8 gram kislorodning o'rnini ola oladigan qismi shu elementning yoki o'sha murakkab moddaning ekvivalenti deyiladi. Ya'ni teng qismi deyiladi. O'sha 1 gram vodorodga yoki 8 gram kislorodga teng qismi deb aytiladi. Adabiyotlarda elementning ekvivalenti deganda ikkinchi punktimizda keltirilgan mana bu fikrlarga ham ko'zimiz tushadi. Biror moddaning bitta vodorod ioni bilan almashinadigan, birikadigan yoki o'rnini oladigan real yoki shartli olingan qismi ham shu elementning ekvivalenti deb aytiladi. Demak, biror moddaning bitta vodorod ioni bilan reaksiyaga kirishadigan, ta'sirlashadigan qismi shu elementning ekvivalenti deyiladigan bo'lsa, o'sha vodorodning bitta ioni ham bir ekvivalent hisoblanadi. Vodorodning bitta ioni bitta OH hosil bo'lishidan, bu ikkala ion ham bitta elektron yo'qotishdan yoki qabul qilishdan hosil bo'ladi. 16 gram kislorod ikkita elektroni bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, 8 gram kislorod bitta elektroni bilan ishtirok etadi. Demak, keltirilgan vodorod ioni OH anioni bir dona elektron yoki 1 mol elektron va 8 gram kislorod bular bir ekvivalent miqdor deb qabul qilingan. Bir ekvivalent qism deb qabul qilingan va shular bilan qoldiqsiz birikadigan xohlagan element yoki murakkab moddaning qismi o'sha elementning ekvivalenti deb nomlanadi. Endi yuqoridagi fikrni inobatga oladigan bo'lsak, ekvivalent biror moddaning bitta vodorod ioni bilan, bitta OH ioni bilan yoki 1 mol elektron bilan 8 gram kislorod bilan almashinadigan, birikadigan yoki o'rnini oladigan real yoki shartli qismi elementning yoki o'sha murakkab moddaning ekvivalenti deb aytiladi. Ana endi elementning ichida yoki murakkab moddaning ichida 1 molining ichida o'sha ekvivalent qismidan nechta borligi uning ekvivalentligi deb aytiladi. Ana ikkinchi slaydimizga keladigan bo'lsak, xo'p. Mana bu slaydda ko'rinib turibdiki, 2 gram vodorod bilan 1 mol kalsiy to'liq birikkan. 2 gram vodorodimiz bu 2 ekvivalent hisoblanadi. Chunki 1 gram vodorodimiz bir ekvivalent deb yuqorida kelishdik. Yoki 8 gram kislorodimiz ham bir ekvivalent. Bu yerda 2 gram vodorodimiz 2 ekvivalent. 2 ekvivalent bilan kalsiyning 1 moli ta'sirlashayotgan ekan, demak kalsiyning ekvivalentini biz ekvivalent barobar 2 ekv taqsim mol deyishimiz mumkin. Demak, kalsiyning ekvivalentligi 2 ekv taqsim mol ekan. Bu yerda 4 gram vodorod bilan uglerod ta'sirlashyapti. Uglerodning 1 moli. 4 gram vodorodimiz 4 ekvivalent. 12 gram uglerod
4 ekvivalent bilan qoldiqsiz birikayotgan ekan. Demak, bu yerda uglerodning ekvivalentligini 4 EKV taqsim mol deyishimiz mumkin. Bu yerda xuddi yuqoridagi kabi alyuminiyning ekvivalentligini 3 EKV taqsim mol. Bu vodorodlar bilan bo'lsa, xuddi shunday kislorodlar bilan ham xuddi shunday hisoblashimiz mumkin. 16 gram kislorod bilan 40 gram kalsiy birikib turibdi. Kislorodning bir ekvivalent qismini 8 dedik. Demak, 16si bilan 1 mol kalsiy birikayotgan bo'lsa, 8i bilan uning yarim moli birikadi. Demak, 1 mol kalsiyning ichida ikkita ekvivalent qismi mavjud ekan. 1 mol kalsiyning ichida yuqoridagi kabi ikkita ekvivalent qismi mavjud ekan. Shuning uchun ham kalsiyning ekvivalentligini 2 EKV taqsim mol deb aytamiz. Bu yerda ham xuddi shunday uglerodning ekvivalentligi mana 32 gram kislorod bor. 32 gram kislorodning ichida 8 4 ta EKV. Demak, uglerod ham 4 EKV taqsim mol. Xuddi shunday alyuminiy ham mana hop 48 gram kislorodni 8 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 6 ta EKV bor. Bu yerda 2 mol alyuminiyning ichida 6 ta EKV bo'ladigan bo'lsa, 1 mol alyuminiyning ichida 3 EKV kuzatiladi. Demak, uning ekvivalentligi 3 EKV taqsim mol. Xuddi shunday murakkab moddalarga ham shu narsalarni qo'llashimiz mumkin. Reaksiyalar paytida ham, masalan, 2 gram vodorod bilan 1 mol mis oksidi ta'sirlashyapti. 2 gram vodorod 2 ekvivalent. 2 ekvivalent vodorod bilan 1 mol mis oksidi to'liq ta'sirlashganligi uchun mis oksidining ham ekvivalentligini 2 EKV taqsim mol deb qaraymiz. Xuddi shunday mana pastdagi reaksiyamizda ham mana 2 gram vodorodning o'rnini 1 mol rux olyapti. Mana 2 gram vodorodning o'rnini 1 mol rux olyapti. Demak, bu yerda ham ruxning ekvivalentligini 2 EKV taqsim mol deb qarashimiz mumkin. Mana siz bilan elementning ekvivalenti nima va element va murakkab moddalarning ekvivalentligi nima ekanligi haqida gaplashib oldik. Elementning ekvivalenti 1 gram vodorod yoki 8 gram kislorod yoki 1 mol gidroksil anioni yoki 1 mol elektron uzatganda yoki qabul qilganda birikadigan miqdori o'sha elementning ekvivalenti deyilsa, 1 molining ichida nechta ekvivalenti borligini aniqlaganimizda esa u elementning ekvivalentligi kelib chiqar ekan yoki murakkab moddaning ekvivalentligi kelib chiqar ekan. Xo'p, keyingi slaydimizga o'tamiz. Siz skrinshot qilib olasiz. Kimyoviy elementlar yoki moddalarning ekvivalentligini yuqorida aytdik. Elektron ko'chishganda ham, elektron qabul qilganda ham bilsak bo'ladi deb aytdik. Mana alyuminiy 0 dan +3 gacha o'zgargan 3 ta elektron uzatgan. Demak, bu yerda ham alyuminiyning ekvivalentligini 3 EKV taqsim mol deb qarashimiz mumkin. Hop, yoki pastdagi reaksiyamizda ham mana azotning oksidlanish darajasi +3, bu yerda +5 ga ko'chgan. Demak, natriy nitrit moddasining ekvivalentligini 2 ta elektron ko'chirganligi uchun 2 EKV taqsim mol deymiz. Bu yerda esa margansovka +7 +2 ga tushyapti. Demak, 5 ta elektron ko'chish bo'lgan. Bu oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida margansovkaning ekvivalentligi 5 EKV taqsim mol deyishimiz mumkin. Demak,
Bularni qanday tushunmoq kerak? Natriy nitritning 1 molining ichida ikkita ekvivalenti mavjud deyish kerak. Bu degani natriy nitritning 1 moli ikkita ekv saqlaydigan bo'lsa, demak bu 2 gram vodorod bilan ta'sirlashadi yoki ikkita OH bilan ta'sirlashadi degan ma'no kelib chiqadi. Xuddi shunday margansovkada ham. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Xo'p. Endi kislotalarning ekvivalentligini qanday topamiz? Mana bitta OH bilan nitrat kislota ta'sirlashyapti. Bitta OH bilan nitrat kislota ta'sirlashayotgan bo'lsa, ushbu reaksiyada nitrat kislotaning ekvivalentligi 1 2v taqsim mol. Ushbu reaksiyada ikkita OH bilan ta'sirlashyapti. Demak, 1 mol sulfat kislota ikkita OH bilan ta'sirlashganligi uchun bitta OH bir ekvivalent, ikkita OH esa ikkita ekvivalent. Ikkita ekvivalent bilan 1 mol sulfat kislota to'liq ta'sirlashganligi uchun ushbu reaksiyada sulfat kislotaning ekvivalentligini 2v taqsim mol deyishimiz mumkin. Bu reaksiyada esa sulfat kislota bitta OH bilan ta'sirlashyapti. Demak, bu reaksiyada sulfat kislotaning ekvivalentligini 1 2v taqsim mol deymiz. Mana sulfat kislota, fosfat kislota uchun ham xuddi shunday. Bu reaksiyada bitta OH bilan demak 1 2v taqsim mol ekvivalentligi. Bu reaksiyada fosfat kislotaning ekvivalentligi 2 2v taqsim mol. Bu reaksiyada 3 ta OH, fosfat kislotaning ekvivalentligi 3 2v taqsim mol. Demak, bir negizli kislotalarning ekvivalentligi o'zgarmaydi. 2 hamda ko'p negizli kislotalarning ekvivalentligi o'zgarishi mumkin ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Asoslarning ekvivalentligi natriy OH bitta vodorod bilan ta'sirlashyapti. 1 2v vodorod bilan. Demak, natriy OHning ekvivalentligi 1 2v taqsim mol. Kalsiy OH ushbu reaksiyada bitta vodorod bilan 1 2v vodorod bilan, demak, bu reaksiyada kalsiy OHning ekvivalentligi 1 2v taqsim mol. Pastdagi reaksiyada esa kalsiy OHning 1 moli 2 2v vodorod bilan ta'sirlashganligi uchun bu reaksiyada kalsiy OHning ekvivalentligi 2 2v taqsim mol. Ana ko'rib turibmiz, yuqorida kislotalardagi bo'lgani kabi bir negizli, ya'ni bir kislotali asoslarning ekvivalentligi 1 2v taqsim mol bo'lar ekan, ko'p kislotali asoslarning ekvivalentligi esa o'zgarar ekan. Mana kalsiy OHning ekvivalentligi 1 2v taqsim mol bo'lishi ham mumkin, 2 2v taqsim mol bo'lishi ham mumkin. Alyuminiy OHning ekvivalentligi ham xuddi shunday 3 kislotali bo'lganligi uchun uni ekvivalenti ham 3 xil bo'ladi. 1 2v taqsim mol yoki 2 2v taqsim mol va 3 2v taqsim mol. Ana asoslarning ekvivalentligini ko'rdik. Keyingi slaydimizga o'tsak. Hop, oksid va tuzlarning ekvivalentligini topamiz. Oksid va tuzlarning ekvivalentligini topayotganda ba'zi bir narsalarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Tuzning oksid hosil qilgan elementning valentligi va atomlar soni ko'paytmasi orqali ularning ekvivalentligi topiladi. 1 kare 2 2, demak natriy oksidning ekvivalentligi 2 2v taqsim mol. Bunda ham kalsiy ekvivalentli undan bitta bor.
1 kere 2 2. Demak, kalsiy oksidning ham ekvivalentligi 2 2v taqsim mol. Alyuminiy oksidining ekvivalentini topayotganimizda alyuminiy 3 valentli, undan esa 2 ta bor. 3 kere 2 6. Demak, alyuminiy oksidining ekvivalentligi 6 2v taqsim mol. Xuddi shunday karbonat angidridda uglerod 4 valentli, undan bitta bor. 1 kere 4 4. Ekvivalentligi 4 2v taqsim mol. Fosfor 5 valentli, undan 2 ta bor. 2 kere 5 10 2v taqsim mol. Tuzlarda ham oksidlar kabi topiladi. Metal valentligi 1, atomlar soni 1 1 kere 1. Demak, osh tuzining ekvivalentligi 1 2v taqsim mol. Kalsiy ekvivalentli 2 ni 3 ga ko'paytirsak, bu tuzning ekvivalentligi 6 2v taqsim mol. Ana marhamat, mana kaliy karbonat. Kaliyning valentligi 1, undan atomdan soni 2 ta, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu tuzning ekvivalentligi ham 2 2v taqsim mol. Marhamat, mana bu slaydimizda keltirilgan ma'lumotlarni ham tugatdik. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Ana endi xo'p, sizlar bilan biz ekvivalent nima ekanligini hamda ekvivalentligi nima ekanligini bilib oldik. Endi ekvivalent massasini topishimiz kerak. Mana ushbu formula orqali elementlarning ham, xo'p, murakkab moddalarning ham ekvivalent massalarini topishimiz mumkin. Massa ekvivalenti topish uchun elementning yoki murakkab moddaning molyar massasini uning ekvivalentligiga bo'lamiz. Misol uchun alyuminiyning ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, yigirma 7 gram taqsim mol alyuminiyning molyar massasini bo'lib tashlaymiz. Uning ekvivalentligi 3 2v taqsim molga barobar 9 gram taqsim 2v. Bu degani alyuminiyning bir ekvivalenti 9 gram. Yoki alyuminiyning bir ekvivalentining massasi 9 gram. Yoki 1 gram vodorod bilan 9 gram alyuminiy qoldiqsiz birikadi. 8 gram kislorod bilan 9 gram alyuminiy qoldiqsiz birikadi, o'rnini oladi degan ma'no kelib chiqadi. Yoki bariyning ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, massa 2v barobar molyar massasi 137 gram taqsim mol. Uning ekvivalentligi esa 2 2v taqsim mol. Bundan 68,5 gram taqsim 2v kelib chiqadi. Bu bariyning bir ekvivalentining massasi 68,5 gram degan ma'no kelib chiqadi. Xo'p, keyingi slaydimizga o'tamiz. Ana endi kislota va asoslarning ekvivalent massalarini topamiz. U ham xuddi shunday yuqoridagi kabi kislota va asoslarning ekvivalent massalarini topish uchun, masalan, xlorid kislotaning ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, xlorid kislotaning molyar massasi 36,5 gram taqsim mol. Uning ekvivalentligi esa 1 2v taqsim mol. 36,5 gram taqsim mol. Gram taqsim 2v. Yoki sulfat kislotaning ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, yuqorida aytdik, sulfat kislotaning
ekvivalentligi o'zgarib turganligi uchun uning ekvivalent massasi ham o'zgarishi mumkin. Masalan, molyar massasi 98 gram taqsim mol. Ekvivalentligi, sulfat kislotasining ekvivalentligi 1/2 taqsim mol bo'lishi ham mumkin. Unda uning ekvivalent massasi 98 gram taqsim 2 bo'ladi. Xuddi shunday 98 gram taqsim molni sulfat kislotasining ekvivalentligi 2/2 taqsim mol bo'lishi ham mumkin dedik. Unda 49 gram taqsim 2 kelib chiqadi. Demak, bir negizli kislotalarning ekvivalent massasi o'zgarmas ekan. Ikki negizli va ko'p negizli kislotalarning ekvivalent massalari o'zgarib turadi. Ekvivalentligi bilan bog'liq ekan. Xuddi shunday fosfat kislotaning ham ekvivalenti 98 ni bitta vodorod ishtirok etganda 1 ga bo'ladigan bo'lsak, bir ekvivalentligini 1 deb qabul qilsak, unda 98 gram taqsim 2 98 ni ekvivalentligi 2/2 taqsim mol deb bo'ladigan bo'lsak, unda ekvivalent massasi 49 gram taqsim 2 98 ni ekvivalentligi 3/2 mol taqsim deydigan bo'lsak, unda 32,67 gram taqsim 2. Kislota va asoslarning ekvivalenti ham o'zgarib turadi. Masalan, natriy OH ning ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, natriy OH. Unda molyar massasi 40 gram taqsim mol. Natriy OH ning ekvivalentligi 1/2 taqsim mol barobar 40 gram taqsim 2. Xuddi shuningdek kalsiy OH ning ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, ekvivalentligi bilan bog'liq ekan. 40 gram taqsim molni 1/2 taqsim molga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 74. Kalsiy OH molyar massasi 74. Unda ekvivalentligi 74 gram taqsim 2 chiqishi mumkin. Agar 74 ni 2 ekvivalentligiga bo'lib tashlasak, 37 gram taqsim 2 chiqishi mumkin. Ana bu kislota va asoslarning ekvivalent massalarini topishimiz. Demak, vodorodlar soniga yoki OH'lar soniga bo'lishimiz ham mumkin. Ammo adashmaslik kerak. Mana ko'ryapsiz, sulfat kislotani vodorodlari soni 2 deb doimo 2 ga bo'lib 49 chiqara olmas ekanmiz. Sulfat kislotaning bitta vodorodi ishtirok etgan reaksiyalar ham bo'lishi mumkin ekan. Unday vaziyatlarda ekvivalentligi 1 deb qabul qilinar ekanda, 1 ga bo'linganda 98 ekvivalent massasi kelib chiqar ekan. Xuddi shunday ko'p kislotali asoslarning ham ekvivalent massasini topayotganda doimo ham OH'lar soniga bo'lmas ekanmiz. 74 ni molyar massasi 74 ni doimo 2 ga bo'lib ekvivalent massasi 37 emas ekan. Ba'zan esa 74 ni OH ning bittasiga bo'lib ham 74 gram taqsim 2 chiqarishimiz ham mumkin ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Oksid va tuzlarning ekvivalent massalarini topish. Buni ham yuqorida mana bitta misol tariqasida tushuntirib ketaman. Aytaylik, mana alyuminiy oksidining ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, molyar massasi 102 gram taqsim mol. Uning ekvivalentligi esa yuqorida aytdik 3 ga ko'paytiramiz.
ekvivalentligi 6 2V taqsim mol. Uni bo'lib tashlaydigan bo'lsak 17 gram taqsim 2V. Ana xohlagan oksidning ekvivalent massasi ushbu yo'l bilan topiladi. Ammo bu o'zgarib turish ehtimoli ham yo'q emas. O'zgarib turadigan reaksiyalar ham yo'q emas. Yoki mana tuzlardan birontasini olsak, kalsiy 3 PO4 barobar ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, molyar massasi 310 gram taqsim mol. Uning ekvivalentligi esa 2 kara 3 6 2V taqsim mol. Bundan bir butun 67 gram taqsim 2V kelib chiqadi. Marhamat, mana oksid va tuzlarning ekvivalent massalarini topish. Hop, keyingi slaydimizga o'tamiz. Endi ekvivalentlar qonuni nima ekanligi haqida bir fikr yuritamiz. Mana marhamat, kalsiy oksidi nitrat kislota bilan ta'sirlashyapti. Kalsiy nitrat va suv hosil qilyapti. 56 gram kalsiy oksidi 126 gram nitrat kislota bilan ta'sirlashadi. 22,4 gram kalsiy oksidi necha gram nitrat kislota bilan ta'sirlashadi desak, butun 4 gram nitrat kislota bilan ta'sirlashar ekan. 50,4 gram. 56 gram kalsiy oksidi 164 gram kalsiy nitrat tuzini hosil qiladi desak, 22,4 gram kalsiy oksidi qancha tuz hosil qiladi desak, unda 22,4 ko'paytiramiz 164 bo'lamiz 56 ga 65 u 6 gram tuz hosil qilar ekan. 56 gram kalsiy oksidi 18 gram suv hosil qiladi desak, 22 to'ri qancha deydigan bo'lsak, 22,4 ko'paytiramiz 18 bo'lamiz 56 barobar 7,2 gram suv hosil qilar ekan. Endi shu o'rinda bir narsani kuzatishimizga to'g'ri keladi. Ana bu massa. Ya'ni kalsiy oksidining massasi. Kalsiy oksidining massasi. O'sha massani biron bir moddaning, elementning yoki murakkab moddaning massasini ekvivalent massasiga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, biz yuqorida gaplashdik, ekvivalent massani topishda. Berilgan modda massasini o'sha moddaning ekvivalent massasiga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, unda ushbu moddaning 2V moli kelib chiqadi. Ya'ni ekvivalentlar soni kelib chiqadi. Endi yana takrorlayman, biron bir berilgan modda massasini o'sha moddaning ekvivalent massasiga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, unda ushbu moddaning 2V moli, ya'ni ekvivalentlar soni kelib chiqadi. Ana endi yuqoridagi 22,4 gramni bo'lib tashlaydigan bo'lsak, kalsiy oksidining ekvivalent massasi 28 gram taqsim 2V ga. Takrorlayman. Kalsiy oksidining ekvivalent massasi, berilgan massasi 22,4 gramni kalsiy oksidining ekvivalent massasi 28 gram taqsim 2V ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak,
0,8 ekv kalsiy oksidi reaksiyaga kirishgan ekan. Xuddi shunday nitrat kislotaning ham 50,4 gram massasini, shuni massa deb qabul qiladigan bo'lsak, ushbu massani nitrat kislotaning ekvivalent massasi 63 gram taqsim ekv ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, unda 0,8 ekv nitrat kislota ta'sirlashgan ekan. Xuddi shunday 65,6 gram kalsiy nitratning ekvivalent massasi 82 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 82 gram taqsim ekv ga, unda 65,6 bo'lamiz 82 0,8 ekv tuz hosil bo'lgan ekan. Xuddi shunday mana 7,2 gram suvning massasini suvning ekvivalenti 9 gram taqsim ekv ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, unda 0,8 ekv suv hosil bo'lgan ekan. Yuqoridan shunday xulosa kelib chiqadiki, hamma modda oddiy reaksiyalarda ham reaksiyalar payti oddiy moddalar ham murakkab moddalar ham ekvivalentliklari teng holatda reaksiyaga kirishar ekan va ekvivalentlar soni teng holatda hosil bo'lar ekan. Ya'ni ekvivalentlar qonuni kimyoviy reaksiyalar paytida oddiy moddalar ham murakkab moddalar ham o'zlarining ekvivalentliklariga proporsional ravishda o'zaro ta'sirlashadi. E'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi darslarimizda o'sha ekvivalentlar qonuniga doir masalalar ishlab ko'ramiz. Rahmat.